Assalomu alaykum, uy-joy xohishchilari bo'lgan aziz kuzatuvchilar. Mana Xudo xolasa shunaqangi bir ulug' ayyom kunlarda Allohga hamd bo'lsin. Mana bir birodarimiz hamyurtimizni biz sabab bo'lib sotilgan yer joylarini Allohga hamd bo'lsin sotildi. Mana o'zinglar Xudo xolasa mana o'zinglar guvoh bo'lsizlar. Hammamiz bir-birimizni qo'llab-quvvatlab shu like bosib, obuna bo'lib qo'ysak, inshaalloh faqatgina xayrli ishlarda bir-birimizga sababchi bo'lamiz. Mana Ravshan ukamiz shu bizga iltimos aka shu sotmoqchiman deganlarida kelib obzor qildik. Ravshanjon, o'zingiz mana obunachilarimizga o'zingizni gaplaringizni aytsangiz. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat sizga aka. Assalomu Siz orqali sotilib ketdi mana. Bir kunda sotilib ketdi uchastkamiz. Rahmat kattakon sizga. O'sha o'zingiz tashvishlaringiz aridimi? Shu o'zim ishlarim bilan, o'sha ishlarim bor edi. Uchastkani sotib endi harakat qilamiz. Mana siz baraka toping. Aziz kuzatuvchilar, mana bir insonni, bir hamyurtimiz, birodarimizni mushkuli oson bo'lishligida, yana bir vatandoshimiz, yurtdoshimiz uy joyli, vatanli bo'lishida inshaalloh siz bilan biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlab sabab bo'ldik. Inshaalloh bu mahallada har bitta qo'ygan joylarim Allohga hamd bo'lsin, mana yana bittasi ertaga sotiladi, xudo xolasa kelib qolsalar. Mana shu qo'ygan uy joylarimizni hammasi sotilib ketyapti. Narxi insof doirasida, keyin sotayotgan odamlar ham oyog'ini tirab, yo'q narxi aytib bunaqa qilishayotgani yo'q. Aziz kuzatuvchilar, har bitta qo'yayotgan uylarimizni misol uchun boshida baland narx qo'yib qo'ysa, keyingi safar aka keling, sakrashtir bo'lsa ham sotmasam bo'lmaydi deb ko'pchilik chaqiradi. Shuning uchun aziz kuzatuvchilar, hammamiz agar sizlarga bizni manzur kelib, mehnatimiz ma'qul keladigan bo'lsa, sotiladigan uy joylar bo'ladimi, quruq yer uchastkalar bo'ladimi, inshaalloh xizmatinglarda bo'lib, shu mushkulliklar oson bo'lishida, yurtdoshlarimiz uyli joyli bo'lishida sababchi bo'lib qolamiz. Xudo xolasa. Ravshanbek ukam, joningiz omon bo'lsin. Shu o'ylagan maqsadlaringiz, o'sha mushkullaringizni Allohim bartaraf qilsin. O'sha kerak joylarga ishlatgan bo'lsangiz, biz rozimiz, xursandmiz. Aziz kuzatuvchilar, mana bugun Xudo nasib qilgan ekan, mana ukamiz bilan bugun diydor ko'rishib, xursandchiliklariga, o'sha tashvishlari yengil bo'lishiga sababchi bo'lib qoldik. Bu xonadon, bu mahallada juda ham ko'p joylarni qo'ygan bo'lsak, har bittalari sotilgan. Endi ko'pchiliklar bilan mana bunaqa intervyu olib anaqa qilishga noqulay bo'ldi, yoki ularni vaqti yo'q, yoki biz vaqt topolmaymiz. Aziz kuzatuvchilar, hammanglar Allohimga omonat bo'linglar, sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Bizni agar xizmatimiz sizlarga ma'qul bo'lib, manzur kelsa, telefon raqamlarimizni xudo xolasa mana tepaga reklama xizmati deb nomerlarimizni qo'yib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqsanglar, bajonidil borib xizmatinglarda bo'lib, inshaalloh o'sha quruq yer uchastka bo'ladimi, xonadon bo'ladimi, ko'p qavatli turar joylarda uyingiz bo'ladimi, inshaalloh sotilishda sababchi bo'lib qolamiz. Aziz kuzatuvchilar, omon bo'linglar, sog' bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. Yaxshi kunlarda Allohim bir-birimiz bilan diydor ko'rishtirib yursin. Kommentariy yozib, o'zinglarni fikringlarni bildirib, obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, inshaalloh maqsadli mana shunaqangi bir xayrli, savobli, xursandchilik ishlarda siz bilan biz bir-birimizga sabab bo'lamiz. Omon bo'linglar, Allohimga omonat bo'linglar.